orqa devorda 10-15 ta toshini chizilib turibdi. Mana shu UZI kartina bilan sizlar bilan bo'lishkim keldim. Navbatdagi patsient o't qoplarini UZI qilamiz. Asosiy shikoyat sarg'ayishga, behollikka, bilirubin juda ham baland bo'lgan. Analizlarda mana o't qopimizni UZI kartinasida bitta UZI ko'rinishda va bitta o't qopini o'zida o't suyuqligining 3 xil etapdagi ko'rinishi. Mana bu qismi dimlangan o't suyuqligi, mana bu kulrang soha bu o't qopini juda ham quyuq qismi, ya'ni sludge deymiz, va mana shu sludge 3-qatlami bo'lib, mana shu o't qopining 3-qatlami bo'lib, mana orqa devorda 10-15 ta toshini chizilib turibdi. O't qopidagi o't suyuqligini 3 xil ko'rinishi: dimlangan o't qopi, undan keyin sludge va sludgedan keyin mana tosh paydo bo'lish etaplari bitta o't qopida mujassam bo'lib turibdi. O'shaning uchun o't qopi bilan doim shug'ullanib turish kerak. O't qopidagi o't suyuqligini sifati bilan doim shug'ullanib, vaqtida gastroenterolog, terapevt shifokorlarimizga murojaat qilish kerak.